Kimga aloqasi bor? Bir shaharda yashaymiz. Bitta binoda turamiz. Hatto yon qo'shligimiz ham aloqasi yo'q. Bitta zinadan tushamiz. Salomlashmaymiz. Nimagaki aloqasi yo'q. Yarim yil yo'q bo'lib ketsang ham hech kim ishi yo'q sen bilan. Tirikmisan, o'likmisan demaydi. Hol-ahvol so'raydigan bironta momini yo'q. Nimagaki aloqasi yo'q. Qishloqqa ketaman. Qishloqdagilar hatto notanish odam bilan ham salomlashishadi. Aytingchi, esingizdami Rayhonnasi? Charpalayni g'ijillagan ovoz yodingizda tur. Yo'q, unutgansiz. Nimagaki uni ham aloqasi yo'q. Agar bilsangiz, u yerdagilar bir-birlariga hashar qilib uylar qurishadi. Hamma bir-biridan xabardor, kim farzand ko'rdi, kim uylanyapti, kim shaharga o'qishga ketdi bu yerdacha. Bu yerda kecha hamrohing bor edi yoningda. Bugun esa yo'q. Butun boshli odam yo'q. Senga aloqasi yo'q. Ammo kim qanday kiyingan, qanaqa mashinasi bor, uni qanday olgan, pulni qayerdan topgan, mana buni bizga aloqasi bor. Bu bizni qiziqtiradi. Nasha chekib olgan 12 yashar bolani oldidan indamay o'tib ketamiz. 3 kishi bittasini do'pposlayapti. Ko'rmaganga olamiz. Sadaqa so'rab o'tirgan nochor ayolga pinagimizni ham buzmaymiz. Bola big'illab yig'layapti, indamaymiz. Nimagaki bizga aloqasi yo'q? Nimaga endi aloqasi bo'lmas ekan? Nimaga deb so'rasangiz, zamon shunaqa deyshadi. Zamonni bunga nima aloqasi bor? O'zimiz shunaqa bo'lib ketganmiz, o'zimiz. Zamona hech narsani aloqasi yo'q, lekin televizorni qo'ysang, ha? Hamma shikala